Darvozamiz eniga 3 metr, balandligi 230 bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bu Fayzli xonadonimizga shunaqangi shinam va ixcham o'rnadi. Darvozamiz Avlusel turetskiy material, ranglari mokr asfalt, har doimgidek trenddagi rang. Bu darvozamizda ruchnoy mexanizmlari и ichkaridan boshqarish uchun Mausel miyasi. Bunda ham 3 ta knopka bo'ladi. Ichkaridan bemalol boshqarsa bo'ladi. И distansionniy komplekti 2 ta pult. Pultlarimiz ham shunaqangi bejirim ko'rinishda bo'ladi. Bu darvozamizni ichki ko'rinishi. Kimga shunaqa sifatli va arzon darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga aloqa chiqaramiz. Xudo xolasa ishini tez va sifatli bajarib beramiz. Xudo xolasa ishlashlari bilan. Bu joyimizda balandligi pastligini hisobiga mana shunaqa sandiq qismini ichkariga o'rnatilgan. Tashqaridan darvoza yo'qdek ko'rinadi. Bu bo'lsa darvozamizning tashqi ko'rinishi. Shunaqangi ikkita chetidagi направляющийлari rigilli priyomni orqasiga o'rnaydi. И mana shunaqangi chiroyli va ko'rinishda bo'ladi. Aytganimizdek firma Avlusel, tanlovdan adashmang.